Kvartira bilan shug'ullanadigan meni akalarim Beruniydan zo'r joy chiqyapti. Bitta ko'ringlar, video davomida men narxlari bilan aytib o'taman. Mana katta yo'ldan kirib keldik. Huvaydo to'yxonasining orqa tarafidagi mana shu 9 qavatli domimizning 8-qavatida 91 kvadrat metr kattalikda joy chiqyapti. Bu joyimizning egalari aytishyapti, o'zini avtoturargohlari, bolalar o'ynash uchun maydonchalari, xullas sharoitlar vobshe zo'r ekan. Shunda mana bu oldi tarafimizda bog'cha bor ekan, bir qadam. Endi ichkariga kirib sharoitlarni ko'ramiz. Video davomida sizlar like bosib qo'ysanglar, men narxlarni ham aytaman. Ketdik. Xonadonimizga kirib oldik. Kiraverish asosiy eshigi bo'ladi. Kirganimizda chap tarafda bitta xona bor ekan. Buni kladovka qilib foydalanishayotgan ekan. Endi mana bunaqa yo'lakni ko'ramiz va chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu oshxona, o'zining supasi bor ekan. O'tiriladigan joy qilingan. Ikkinchi mana bu yerda alohida bitta hojatxona va buni yonginasida katta mehmonxona. Mehmonxonamizning ham o'zining balkoni qo'shib yuborilgan ekan. Hop, bu yoqdan bolalar uchun mo'ljallangan navbatdagi yotoqxonani ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bor. Bu yoqda kattagina vanna xonasi ham alohida ekan. Oxirgi 4-xonamizda mana kirganimizda o'ng tarafda bo'ladi. Bu joyimizni $86,000 so'rashyapti. Pastda har doimgidek joy egalarining nomeri, aloqaga chiqaverasizlar.